qondagi qandni doimiy to'g'ri nazorat qilish uchun CGM monitorlar bor. CGM monitorlarni o'rnatish hozir sizlarga o'rgataman. Birinchi o'rinda sotib olgan CGM monitoringlarni programmasini App Store'dan o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. App Store'ga apparatning nomini kirgizasiz va programmani skachать qilganingizdan keyin emailga yoki telefon nomeringizga kod keladi. U kodni kirgizasiz va programma skachать qilinadi. Qilingandan keyin ochgan apparatingizni orqasidagi QR kodni so'raydi. QR kodni kirgizganingizdan keyin apparat nima qilishi ko'rsatib turadi. Ya'ni bilakni spirt bilan art, apparatni o'rnat degan belgilar chiqadi va siz bu ketma-ketlikni qilishingiz kerak bo'ladi. Birinchi o'rinda o'rnatilgan joyimizni spirt bilan tozalab olamiz. Apparatni orqasidagi plombani ajratib, yangi apparatni ochamiz. Ochganimizdan keyin apparatni ichida kichkina ninachasi bor. Bu ninacha metall bo'lmaganligi uchun u qonga tegib turadi, lekin siz his qilmaysiz uni. U bilan bemalol cho'milish, tahorat qilish mumkin, faqat saunaga kirish mumkin emas. Apparatni qo'yib, knopkani bosamiz. Bosganimizdan keyin apparat o'rnatiladi. O'rnatilgandan keyin ichidagi kichkina nina ichiga tegib turadi. Agarda siz internetlarda yoki birorta yangi apparat chiqdi, qondagi qandni o'lchaysiz, faqat barmog'ingizni tegizasiz desa, bularga ishonmang, chunki qondagi qandni aniq o'lchash uchun faqatgina qonga tegib turilish kerak. Apparatning ichidagi nina qonga tegib turadi va 24 soat davomida sizning telefoningizga qondagi qandni etib turadi. Bluetooth orqali ishlaydi. Bluetooth o'chirib qo'yilish kerak emas va siz Bluetoothga qondagi qand nechidan tushib ketgandan keyin yoki nechidan oshib ketgandan keyin signal berish haqida programma kirgizib qo'yishingiz mumkin. Agarda siz kirgizgan sonlardan oshib ketsa yoki tushib ketsa, sizga signal boradi va siz qondagi qandni tushiruvchi preparatlaringizni, insuliningizni qilishingiz yoki shirin choy ichib qondagi qand tushib ketgan bo'lsa, uni ko'tarib olishingiz mumkin. Apparat o'rnatilgandan keyin qattiq urilib ketish mumkin emas, chunki bu mexanik tegandan keyin ko'chib ketish ehtimoli bor. Bu faqat bir marta ishlaydigan apparat. Buni yana boshqatdan tiqsangiz, bu ishlab ketmaydi. Qandli diabetda asoratlarni olish uchun, ayniqsa buyrak yetishmovchiligi kasalliklarda gipoglikemik holatlarni oldini olish uchun bu apparatni o'rnatib qo'yish kerak. Butun dunyo bu apparat bilan qondagi qandni nazorat qilib turibdi, ya'ni kompensatsiya holatida yurishi nazorat qilyapti. Ayniqsa bolalarga bu apparat o'rnatilishi shart va bu apparatni o'rnatishni o'rganib, telefoningiz orqali qondagi qand nechiligini bilib, uni doimiy nazorat qilsangizgina, qandli diabetni tan olib u bilan yashashni o'rgansangizgina qandli diabetni yengishingiz va u bilan uzoq va baxtli hayot kechirishingiz mumkin. Ma'lumotim sizga qiziq bo'lgan bo'lsa yoki foydali bo'lgan bo'lsa, qandli diabeti bor tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.